24 soat oldin shu baklashga to'la edi. Mana suv tomib turibdi. Suv tomayotganda 24 soat vaqt bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin qanchaga kamayganini. Mana shu dachaga bog' qilamiz deb umid qilganmiz. Lekin shu paytgacha 10 litrli baklashkalarni teshib qo'yib qo'yganimiz suvi 1 soatga nari borsa yetyapti, bo'lmasa yarim soatda tamom bo'lib qolyapti. 10 litr suvni 24 soatga yetkazish bo'yicha ozgina tavsiyanomalarimiz bor. Foydasi tegib qolsa xursand bo'lamiz. Mana oddiy ip sintetika bo'lmasligi kerak. Sintetika ish jarayonini to'xtatib qo'yadi. Nulovoy ip. Mana nina. Nina bilan baklashkani teshamiz. Zo'r cho'p bilan ninani oxirigacha tushirib olamiz. Mana baklashkamiz ichiga nina tushdi. Endi men ipni tashqariga tortib olaman. Sizlar oddiy cho'pdan foydalansanglar ham bo'ladi. Men o'zimga shunaqa narsa yasab oldim. Mana ninamiz giyohdan chiqdi. Ipni chiqarib olamiz. Ninani chetga olib qo'yamiz. Ipni uchini iloji boricha ko'proq tugun qilamiz. Shpritz ninasini ishlatsa bo'lmaydimi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Uni kamchiliklari bor. Birinchi kamchiligi shuki, shpritzni pulga sotib olasiz. Uning uchun siz pul xarajat qilishingiz kerak, dorixonalarga borishingiz kerak. Ikkinchi kamchiligi shuki, shpritz ninasi yo'qolsa, keyin uni qayerga ketganini bilolmay yurishingiz mumkin. Sababi agar bolalar o'ynaydigan joy bo'lsa, bolalar o'ynashi mumkin. Mol yoki qo'ylar yuradigan joy bo'lsa, ular yeb qo'yishi mumkin. Ipdan foydalangan shuning uchun yaxshi deb hisoblayman. Tugunimiz tayyor. Ipni joyiga qaytaramiz. Ipni taxminan shuncha kesib tashlaymiz. Mana. Ninamiz uchi bilan kichkinagina oxirigacha emas, ozgina teshuv qilib qo'yamiz. Bitta teshuv yetadi. Tomchilab ekish sistemamiz tayyor. Eng muhim narsa, qopqoq qattiq yopilgan. Baklashkamiz yerga nisbatan balandroqga qo'yib qo'yilgan. Savol paydo bo'lishi mumkin, kunduz kuni suv quyib bu zarar-ku deb. Men kechqurun video olsam unchalik ko'rinmagan bo'lardi. Men ko'rinishi uchun kunduz kuni video olganman. O'zim ham suvni kechqurun qo'yaman, xuddi shu holatda.